Demak, bu bizning uyimizda hammamiz ishlatadigan pilisos. Bu pilisosni filtri. Biz qanaqa havoda nafas olamiz? Demak, men bu filtrni suvga solaman va bu suv rangini ko'rdinglar, qanaqa bo'lishi. Ya'ni biz havoni tortamiz va mana shu kir havo yana sizni uyingizda nima qiladi? Sizni nafas olayotgan joyingizdan sizni organizmingizga kirishni boshlaydi. Mana bu уже zamonaviy RoboClean, ya'ni bu har doim suvda ishlaydi. Demak, biz uyda ko'proq освежитель ishlatamiz. Освежитель bilasiz, uni ostatkasi baribir ham o'pkada yig'iladi va u miya faoliyatiga baribir salbiy oqibatlar olib keladi. Bu efirni moy, bu efirni moyi 3 xili mavjud. Ya'ni birinchisi gullar hidi, ikkinchisi bu ekvalipt va uchinchisi bu sitrus mevali efir maslasi. Albatta, uyingizdan har bir xonadan har xil hid kelishi uchun siz bemalol 3 xilini ishlatsangiz bo'ladi. Men hozir sitrusini, ya'ni foydalanmoqchiman. Bundan 2 tomchi tomizishni o'zi kifoya hisoblanadi. Endi zamonaviy isiriq ham bor. Ya'ni isiriq bizning o'pkamizni allergik va dimlanishiga va nafas siqishiga olib kelsa, siz havoingizni dezinfeksiya qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bundan ham 2 tomchi tomizasiz. Ana undan keyin bemalol pilisos qilganingizda butun havodagi infeksiyalarni o'ldirib beradi, ya'ni viruslarni.